Odam alayhissalom. Odam atoning yaratilish qissasi Alloh taolo bilan farishtalar orasida bo'lib o'tgan quyidagi so'zlashuvdan boshlanadi. Alloh taolo arsh atrofidagi farishtalarga Odam va uning zurriyotini yer yuziga o'zidan xalifa qilib tarqatishini va ular yer yuzida saltanat egasi bo'lajaklarini bayon qildi. Farishtalar bu xabarni eshitib taajjublandilar. Chunki yer yuzida Allohning xalifasi bo'lajak kimsalar samoviy farishtalar kabi o'zaro mehr oqibatli va pokiza yashay olmasliklari aniq edi. Farishtalar o'z Robbilari hikmatidan taajjubga tushdilar